Mamlakatimizda tibbiyotning travmatologiya va ortopediya yo'nalishi jadal rivojlanmoqda. Bunda xalqaro aloqalarning o'rni salmoqli. Xususan, yaqinda Namangan shahrida bo'lib o'tgan travmatologiya va ortopediya muammolarini hal qilishda yangi yo'nalishlar mavzuidagi ilmiy-amaliy konferensiya ham ayni maqsadga qaratilgani bilan e'tiborga molik. Sog'liqni saqlash vazirligi hamda respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamkorligida tashkil etilgan mazkur anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Hindiston, Belarus va Qozog'iston kabi 20 dan ortiq davlatlardan kelgan dunyoga mashhur olim va mutaxassislarning bugungi dolzarb masalalardagi ma'ruzalari eshitildi hamda mahorat darslari va qo'shma operatsiyalar o'tkazildi. Xususan, tayanch harakat a'zolari jarohati va kasalliklarning oldini olish, tashxislash va davolash, osteosintezning zamonaviy usullari, yirik bo'g'imlar artroskopiyasi va endoprotezlash, umurtqa jarrohligi, bolalar travmatologiyasi va ortopediyasining dolzarb jihatlari hamda osteoporoz muammolari keng tahlil qilindiki, bu mahalliy mutaxassislar uchun ayni muddao bo'ldi. 20 dan ortiq davlatlardan 70 ga yaqin mutaxassislar keldi va bu mutaxassislar yordamida biz anjuman doirasida 70 ga yaqin operatsiyalar o'tkazdik. Bular yuqori texnologik va kam invaziv bo'lgan operatsiyalar va 100 dan oshiq og'ir bemorlarni birgalikda konsultatsiya qildik va ularni o'sha registrimizga kirgizib, har biriga qanaqa yordam berish kerak to'g'risidagi o'zaro muhokamadan keyin kelishib olindi. Travmalar orasida sport jarohatlari ulushi deyarli barcha davlatlarda salmoqli hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, anjuman davomida bu masala atroflicha tahlildan o'tkazildi. Masalan, hindistonlik mashhur jarroh Abiroy yelka artroskopiyasi bo'yicha ma'ruza qildi hamda bu boradagi o'z tajribasi bilan o'rtoqlashdi. Yelka va tizza travmalari Hindistonda ham, O'zbekistonda ham kam emas. Bu sportchilarga katta muammo tug'diradi. Anjuman davomida shu mavzuni ochib berishga harakat qildim. Hamkorlikdagi operatsiyalarga keladigan bo'lsak, Namanganga kelishdan oldin Toshkent shahrida bir nechta sportchida jarrohlik amaliyotlarini bajardik. Keyin bunday operatsiyalarni Namanganda o'tkazdik. Maqsad sportchilarni tezroq tuzatib, mashg'ulot va musobaqalarga qaytarishdan iborat. So'nggi yillarda respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi xodimlari sa'y-harakati bilan ko'plab ilg'or tashxislash va davolash usullari hamda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'zlashtirildi. Endigi vazifa tibbiyotni xalqqa yaqinlashtirish doirasida ushbu yangiliklarni hududlarga ham tatbiq etishdan iborat. Xalqaro anjuman arafasida markazning Namangan viloyati filiali ochilishi uning muhim yangiliklaridan bo'ldi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Namangan viloyatida respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Namangan filiali tashkil etildi. Shu bilan birgalikda shifoxonani jihozlash uchun chet el investitsiya dasturi bo'yicha $10 million barcha turdagi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari hamda tekshiruvlarni amalga oshirish uchun jihozlar bilan jihozlanmoqda. Bu bilan biz viloyatimizda travmatologiya ortopedik sohani hamda shu soha bo'yicha xastaliklar bilan og'rigan bemorlarimizni nafaqat viloyatimiz, balki vodiyga xizmat ko'rsatadigan markaz bo'lib shakllandi. Umuman an'anaviy tarzda mamlakatimizning turli hududida o'tkazib kelinayotgan bu tadbirlar xalqaro yangiliklarni o'rtoqlashish uchun o'ziga xos platforma bo'lishi bilan birga sohani xalqimizga yaqinlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.